har qanday sharoitda yaxshilikni qilish kerak. Bilsa bilmasa qilishimiz kerak. Bizlar ko'p xato qilamiz, birovlarga yaxshilik qilamiz, yo ish tursdan pul beramiz yoki bir to'yga to'yana qilamizda, keyin ko'pincha shuni talab qilamiz. Shu sizga to'yana qildim, joyda qaytmadi, bir joyda yaxshilik qildim, qani bizga endi qaytarasizmi degan gaplarni aytish kerak emas. Chunki u bilsa o'zi yaxshilik qiladi, aytmasangiz ham. Bilmasa undan bo'lmasa boshqadan qaytadi. Shunaqa holatlar bo'lganki, hayotimda agar 10 kishi yaxshilik qilgan bo'lsa, 9 kishidan yo bergan pulim qaytib kelmagan, yo bergan yaxshiligim qaytib kelmagan. Shunda ham e'tibor bermagan. Lekin bir kishidan shunaqangi qaytadiki, shu 10 ham bosib ketadi, 100 tasini bosib ketadi. Hattoki sizda hayotingizda o'zgarish kiritaveradi o'sha narsa. Qilgan yaxshiliklaringiz 10 barobar qaytib keladi. Shuning uchun ishonish kerak doim. Ishonish bu yomon narsa albatta, hammaga ishonish, lekin ishonmaslik bu falokat. Shuning uchun ishonmay yurish bu odam o'zini ziq qilib qo'yadi, kasal qilib qo'yadi. Shuning uchun odamlar, aziz do'stlar, doim yaxshilik qilishda to'xtamang.